Qoshlarim qanday chidaysan dardim bilib. Keling bolam. Qizingizni narsalarini olib keluvdim. Voy. Qaysi qizimning narsasi? Biz hazillashmoqchi edik. Endi hazil deysanmi? Hazil. Bo'ldi, boshqa eshita olmayman bularni. Yana qo'qonda qolib ketmang. O'tdagi qizlar shirin so'z bo'lishadi deyshadi. Kumushni uchratib labarni unutib qo'ymang yana. Mabodo opang kelib qolsa, yo'lakda mana bu narsalarni ko'rib xafa bo'ladimi deyman-da. Qizlar, bu masalani ota-onalarni chaqirmasdan hal qila olmaymiz. Ko'rdinglarmi qilgan ishinglar nima oqibatlarga olib kelganini? Qaraman bilan chiroyligini olamizmi? Nima qilasan? Yur. Nima bo'pti? Olaylik. Yura qol. Usta, qo'ysa shuni. Kiravering ichkariga. Hozir bo'ldi. Mana. Tolip aka. Tolip aka, sizga nima bo'ldi? Turing. Tolip aka. Tolip aka, turing. Tolip aka, o'ziga keling. Kim bor? Yordam beringlar. Tolip aka. Hoy qiz. Haliyam ketmadingmi? Anu dila bechara telefon qilaverib telefonimni teshvordi-ku. Nega imillab pishib turgan oshni ham sovutasan? Ничего, подождут. Ko'tarmish. Kimni ko'yligini kiyib olding? Senda yo'q edi-ku, birovnikimi? Мам, я ни за кем вещи не донашиваю. Yana qarzga oldingmi? Qarzga botirib yubording-ku meni qizim. Я купила это за свои деньги. Voy, o'zlarini pulimish. Hoy. Senda qanaqasiga pul bo'lsin? Bitingacha qarzga botib ketding-ku. Ani salonchidan olgan qarzing bor-ku. Har kuni yo'limni to'sib, so'raverib, hozir qutulib А kelyapman. кто вас об этом просил? Не надо было давать деньги. Ничего, скоро уже уйду из этого дома. Nima? Nima deding? Qutulmoqchimisiz mendan? Sizni katta qilib, oq yub oq tarab, ketizni yashirib. Topgan karomatim shu bo'ldimi? Menga qara. Чего? Agar ular qalin puli berishsa, bir tiyin bermayman senga. Hali berishsa, shuni ham. Biting qursin. Xudo bir asrabdi sizni. Xayolingiz qayerda edi? O'z ehtiyotingizni qilmaysizmi? Nargiza qani? Topildimi? Nargiza topildi. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Aslida ayb menda. Uzr so'ramoqchi edim. Nargizani kursdoshlari unga hasad qilib, yomon gaplar gapirishgan, tuhmat qilishgan. Biz bo'lsak shu narsalarga ishonib o'tiribmiz. Bugun sal qoldi militsiya bozlik bo'lib ketishiga. Men topgan gaping shu bo'ldimi? Oy, bu bahona emas, topgan gapim emas. Haqiqatdan ham shunaqa. Nargiza o'qimishli, chiroyli qiz. Kursdoshlari hasad qilib, shantaj qilib yurishibdi. Bo'pti. Bor chiq, ishingni qil. Yana bir gap aytmoqchi edim. Qizingiz ko'zingizga qaramay qiynalib yuribdi. Bir kunda jonsiz bo'lib qoldi. Yuragim ezilib ketdi uni ko'rib. Bor chiq, ishingni qil. Sonni ham o'chirib qo'y. Xo'p.
Assalomu alaykum. Uzr kechib qoldim. Ko'p kutmadingizmi? Yaxshimisiz Guli? Yo'q, kutganim yo'q. Keling o'tiring. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kelmasangiz kerak deb o'ylagandim. O'yinga kelmayman. Bugun yana ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Ko'zlaringizdan xuddi menga nimadir demoqchi bo'lib turgandaysiz. Guli, siz bemalol ichingizdagini gapiravering. Men zamonaviy odamman. Hamma narsani real qabul qilaman. Bilaman sizni. Bilasiz, men uylanganman. Siz bilan bu yerda o'tirishimning sababi oyim bilan kelin oyim. Yoshim ham sizdan katta. Men yaxshi tushunaman. Turmushga chiqmagan qizlar uylanmagan erkakdan sovchi kelsa xafa bo'lishadi. Lekin siz xafa bo'lmang. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bilasizmi, agar biz mos-masmiz deb hisoblasangiz, to'g'ri tushunaman. Chunki yoshim sizdan ancha katta. Keyin orzularingiz, niyatlaringiz boshqa bo'lsa, do'st bo'lib qolamiz desangiz, men sizni qo'llab-quvvatlayman. Xafa bo'lmayman. Bo'ptimi, singlim? Iltimos, singlim demang. Xo'p. Sumkangizni qo'yib qo'ying. Biron joyga shoshyapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu narsa buyurasizlarmi? Ha? Ungacha televizor ovozini sal pasaytirsangiz. Aha, bo'ladi, bajaramiz. Xohlasangiz, romantik xonlarimiz bor. O'sha yerga olib kirishim mumkin. Nima deysiz? Yo'q, biz joylashib bo'ldik. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Alo. Assalomu alaykum. Pizza zakaz qilmoqchi edik. Oyi. 3 kishilik pizza zakaz qilmoqchi edik. Yana pizza deyaptimi? Pizza yeymiz. Xamiringda hech ham menga yoqmaydi. Shunday chiroyli sho'rva solib qo'yibman. Uni kim ichadi? Oyi, sho'rvangizni ham ichamiz. Pizzani ham yeymiz, oyi. Faqat chehringizni ochib o'tirsangiz bo'ldi, xo'pmi? Onani rozi qilmagan bolani ishlari yurishmaydi-da, bolam. Avvalo meni rozi qilgin. Oyi, qo'ying, bunaqa gaplarni gapirmang. Oyi, bu nima deganingiz? Axir siz rozi bo'lganingiz uchun ham mana ishlarim yurishib ketdi. Mana Germaniyaga o'qishga ketyapman. Ishim ham tayin. Mana shuda ishim yurishgan. Yana Germaniya deydi-ya. Yana Germaniya deydi-ya. Voy, onani ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada ekanda. Meni ham hech o'ylaysanmi, bolam? Bilaman, baxtlisan. Meni ham baxtli qilgin axir. 30 ga qarab ketyapsan, bolam. Uylantirishim kerak seni. El yurtdan uyalyapmanmi? Axir Xudoning oldida buni ham javobi bor, bolam. 4 muchaling bus-butun bo'lsa, nega uylanmaysan? Nega? Bo'ldi, tamom. Meni xonamga kirgin. Oynani oldida 10 ta rasmni taxlab qo'yibman. Tanla, xohlaganingni tanla. Qaysi birini xohlasang. Oyi. Ana oynani tagida rasmlaringizni aytyapsizmi? Hammasini ko'rdim, bittasi ham bo'lmaydi. Voy, nega? Bittasi sinfdoshim Zuhraning singlisi. U yerga tegib ketgan. Hozir 4 ta bolali bo'lib ketgan. Voy, erga tekkanmi u? Ha, bittasi esa mebelchining qizi. Oila qurib Dubayga ketib borgan. Bittasi ham bo'lmaydi, qorish kerak u rasmni. Dubayga ketibdi, oyi. Oila qurib. Endi uylangin deyman-da, endi tezroq bolam. Uylangin tezroq. Uylanaman, oyi. Uylanaman. Axir bilasiz-ku. Yoqtirgan qizim bor. Bilaman. Yosh deyapsan-ku. Mana o'qishimni tugatib kelsam, ayni to'y qiladigan paytimiz keladi.
Xo'pmi? 1 yildan so'ng mayli jonim Germaniyadan bolam. qaytsam, uylanaman. Mayli. Ishonasizmi? To'g'risini aytsam, siz meni yoshligimdagi shahzodamidingiz. Я очень много думала о вас, и вы мне даже снились во сне. Это было так трогательно. Ну, а сейчас мы сейчас вместе, и оказывается, мечты, они сбываются. Ajoyib. Men sizni kam gapsiz desam, ancha qo'noq, sergap qiz ekansiz. O'zi romantikman. Lekin boshqalarning oldida ko'p gapirmayman. Gapga yo'qroqman. Siz bilan sal ochildim. Sal deng. Yaxshi. Qorni ochib ketdi. Buyurtmamiz ham kelib qolsa kerak. O'zi nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Men ko'proq dietetический ovqatni yeyman. Ha, Go'shtni hidi menga umuman yoqmaydi. Yoqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. marhamat. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Dada, og'aynilarimiz kelgan. Oyi. Hidlarini qarang. Souslari ham bor, qarang. Bitta yeb ko'ring. Hozir Xamirmi? sizga. Siz bitta yeb ko'ring. Menga qaragin. Buyurtmani buyurib, ukang o'zi qayoqqa ketdi? Hozir chaqiraman-da, oyi. Yo, Hozir yo, chaqiraman. o'tir. Nega? O'tir. O'zi keladi. Ana u Germaniyasi bilan qo'ng'iroqlashayotgan bo'lsa kerak-da. Hozir keladi, o'tiraver, o'tir. Mana bu sizga. Yoshligimda qiyinchilikda o'sganman. Dadam ko'p ichardilar. Oyimni urardilar. Ko'p urishardilar. Oxiri haydadilar. Нам пришлось уйти вместе с мамой, и мы скитались из квартиры в квартиру. Работали посудомойщицами, уборщицами, в цеху, на фабрике. У нас не было жилья. И вот 3 года назад мы наконец-таки скопили деньги. Нам помогли родственники, и мы купили 2-комнатную квартиру. Поэтому мама для меня это самый близкий человек. Turmushga chiqmayman deb bolaligimda o'zimga so'z berganman. O'qishga Misrga ketganmidingiz yo Dubaygami? Undachi oyingiz kim bilan qoldilar? У меня не было выбора. Мне нужно было получить хорошее образование для будущего. И хорошо, что у меня есть Диляпа. Она приходила и помогала маме.
ko'p gapirdimmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Xijolat bo'lmang. Shunaqa. Oyim ko'p gapirma deydilar. Но мне с вами просто так комфортно. И я просто хотела поделиться немножко своей историей. Пейте чай, а то он уже остыл. Sovuq choyni ham ichaveramiz. Yurak kuygandan keyin. Oyijon yaxshimilar? Men oyimmi? Ha. Oyijon desam bo'ladimi? Farqi yo'q-u, to'ydan oldinmi, keyinmi? Mayli. Farqi yo'q. Shunaqa degim keldi. Oling. Oyijon aytdilar. Kichkina to'y qilsak bo'ladi. Menga ham aytdilar. Har kun aytadilar. Xo'sh. Siz nima deysiz? Просто я всегда хотела выйти замуж в белом платье, чтобы это видели мои подруги, мои одноклассники, мои родственники, понимаете? Siz oq ko'ylak kiygis kelyaptimi? Guli. Agar oq ko'ylak sizni baxtli qilsa, kiyasiz. Tushunganingiz uchun rahmat. Qani oling. Ha? Kelin tinchlikmi? Oyjon. Lobar kuzatib yuribdi. Esim chiqib ketdi. Boya Guli bilan uchrashgandik. Ko'ylak tanlashib yubordim. Keyin kimdir orqamizdan kuzatgandek bo'laverdi. Bundoq qarasam, orqamizdan Lobar kelyapti-da. Ha, Fazilat? Gap olyapsanmi? Oyi, nima? Nimaga men faqat gap poylayman? Nima ishim bor siz gapingiz bilan? Bor, darsingni qil. Xo'p. Oyijon, nima qilishni bilmay qoldim. Ishonasizmi? Tez yugurib, mashinaga minib qutuldik. Mana. Qarang. Telefonim qildi. Endi Nodirjon uchrashuviga borsa-chi? Guliga necha marta telefon qilsam ko'tarmayapti. Borib nima qiladi? Janjal qiladimi? Nimani talashadi? Axir o'zi talashadigan narsani o'zi yo'q-ku. Uyga hali kelsa kerak deb kutgan edim. Voy oyijon. Lobar borib biron nima desa, yana Guli aynib qolmasin-a? Er bermoq, jon bermoqda. Ish qilib, uchrashuv tinch o'tsin-da. Telefon qiling-chi Gulixonga. Uchrashdim ekan. Hozir. Nodirjonga qildim. Javob bermayapti menga. Ko'tarmayapti oyijon.
menga qarang. Vohma qilmaylik. Ertaga qudam bilan borib hammasini gaplashaman. Kerak bo'lsa, Lobar bilan ham uchrashaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Bo'pti. Mayli. Guli, Oh, qo'lingizni bering. buncha chiroyli. Rahmat. Oyim berdilar. Oyijonga katta rahmat deb qo'ying. Judayam yoqdi. Tishdingmi? Hozir kelaman. Nargiz? Nima, uyga bormaydigan bo'ldingmi? Qo'rqyapman. Nimadan qo'rqasan? Ha, oying hamma narsani bilgan bo'lsa, direktorimiz ham hamma narsani tushuntirdi. Sal oying o'ziga kelsa, hammasini adangga tushuntiradi. Kollejda nima bo'ldi? Hamma meni gapirishdimi? Kollejdagi gaplar endi umuman muhim emas. Asosiysi kim senga tuhmat qilgani topildi. O'sha Bezbet Kamilla. Mandan, sandan nima qasdi bor ekan, a? Boshda nega sen bilan o'rtoq bo'lmagan ekanman, ha? Mana endi yaqin do'stmiz. Mumkinmi Mavluda Valiyevna? Chaqirtirgan ekansiz, tinchlikmi? Tinchlik emas. Qaniydi? Bu xotin qizlar kolleji, to'g'rimi? To'g'ri. Ishda ish bo'lish kerak, ishq emas. Fikringizga qo'shilaman, lekin nima demoqchisiz tushunmadim. Sizni vazirlik tavsiyasi bilan ishga olganmiz. Vaqtinchalik. Yaxshi ham vaqtinchalik. Lekin kollej qizlarini yo'ldan urishingizga qarab tura olmayman. Nima? Mavluda Valiyevna nima demoqchisiz? Men bu yerdagi har bitta qiz uchun javob beraman. Kecha bitta muammodan qutuldim desam, bugun ikkinchisi chiqib turibdi. Ana 3-kurs talabasi Nargiza Usmonova. Bechora qizi rasmlari butun Toshkentga tarqiydi-da. Sal qoldi. Yaxshi hamki bildik hammasini. Tuhmat ekan. Lekin boshqa muammo ham bor. Siz darsdan keyin hamma qizlarni chiqazib yorib, bitta shu o'quvchimizni olib qolar ekansiz. Shoshmang. Bularning hammasi tuhmat. Qachon shunaqa qilman? Qachon, nimagaligini tagiga yetamiz. Mana qog'oz, mana ruchka. Yozing arizangizni. Shart emas. O'z siz oldingizga shu ariza bo'yicha ham kirmoqchi edim. Mana, arizam allaqachon tayyor. Qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Bilib o'zingiz aybingizga iqror bo'libsiz-da. Yo'q, meni Germaniyaga o'qishga chaqirishyapti. Shunga qo'l qo'yib bersangiz ruxsatingiz bilan ketaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
odamni ko'mib qo'ysa to'k urgandan keyin ertasiga o'ziga keladimi? Dadasi, sizni ham shunaqa qilamiz ham. Zora to'kni zahri olinarmidi? Hamma qizlar to'ydan oldin yaxshilab davolanadi. Chunki sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Ularga sendan sog'lom bola kerak. Hoy, qayerga?